Ha, man yomon kelinman. Ertalab sahar turib olib ko'cha hovli shipirmayman. Ha, man yomon kelinman. Hech qachon qaynotamga turib vaqtli choy tayyorlamayman. Ha, man yomon kelinman. Obedgacha doim uxlayman. Ha, man yomon kelinman. Nimadir ovqat yegim kelsa, hech kimdan so'rab o'tirmayman, o'sha ovqatni qilaman. Ha, man yomon kelinman. Qaynonam bilan qaynotamni xonalarini hech qachon yig'ishtirmayman, chunki men yig'ishtirgunimcha o'zlari yig'ishtirib qo'yishadi. Ha, man yomon kelinman. Qaynonam kirlarini yuvmayman. Bizga bermay, doim o'zlari yuvib qo'yishadi qaynonam. Keyin, man yomon ovsinman. Hech qachon ovsinlarimga qarashmayman. Ba'lam bahona qilib uyimga kirib ketib, uyimda dam olib yotaman. Ha, man yomon ovsinman. Ovsinlarim bilan hech qachon til topishib chiqisholmayman. Ha, man shunaqangi yomon ovsinmanki, ovsinlarim uborka qilsa, nimadir ish qilsa, men doim uyimga qochib boraman. Uyimga, ayamlarning uyiga ketib boraman. Qizlar, aytinglarchi, yana qanaqa yomon kelinlarda xislati bor? Qaysi biri qoldirib ketildi menda hozir? Kommentariyada o'zlaringni fikrlaringni bildirib ketinglar. Men shunaqangi yomon ovsin bo'lishimga nima sabab deb o'ylaysizlar? Shunaqangi yomon kelin bo'lishimga men boshdan-bosh shunaqa yomon kelin, yomon ovsin bo'lganmanmi yoki yo'q? Albatta vaqt hammani o'zgartiradi.